to'liq uchrashuv o'tkazgan Abduqodir Husanov qanday statistika qayd etdi? Bugun Angliya Liga Kubogining yarim final bosqichidan o'rin olgan javob bahsida Manchester City Newcastle Unitedni 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi va final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Mazkur to'qnashuvni hamyurtimiz Abduqodir Husanov asosiy tarkibda boshlab, to'liq o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Vakilimizning statistikasi bilan tanishing. Umumiy ko'rsatkichlar. Maydondagi vaqt 90 daqiqa. Aniq paslar 51/54, 94%. Yaratilgan imkoniyatlar 0. Zarbalar 0. Hujum. Teginishlar 58. 3-zonaga paslar 2. To'pni yo'qotish 0. To'pni olib qo'yish tackle 0. Tozalashlar clearances 3. Pasni kesish 1. To'pni qayta qo'lga kiritish 4. Duellar. Yerdagi duellar 0/2, 0%. Havodagi duellar 1/2, 50%. Unga nisbatan qoida buzilgan 0. Follar qilgan 2. Pep Guardiola. Finalga chiqish juda katta yutuq. Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola Newcastle United ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng 3-1, umumiy hisob 5-1 matbuot anjumanida quyidagilarni aytdi. Biz juda yaxshi o'yin ko'rsatdik. Deyarli barcha jihatlarda ustun bo'ldik. O'yin boshidan oxirigacha nazorat bizda bo'ldi. Futbolchilarim bosim ostida qanday o'ynashni yana bir bor ko'rsatishdi. Bu musobaqada yana finalga chiqdik. Buni oson ish deb o'ylamang. Har bir final katta mehnat, katta konsentratsiya va mentalitet talab qiladi. Men jamoam bilan faxrlanaman. Gehi masalasi haqida. Guardiola o'yindan keyin Gehining finalda o'ynay olmasligi mumkinligi haqidagi savolga ham javob berdi. Men bu qoidani tushunmayman. Gehi bizning futbolchimiz. Biz uning maoshini to'layapmiz, u biz bilan mashg'ulot qilmoqda. Nega u finalda o'ynamasligi kerak? Bu masalada mantiq yo'q. Umid qilamanki, bu qoida qayta ko'rib chiqiladi. Futbol adolatli bo'lishi kerak. Jamoaning hozirgi holati haqida. Biz hozir juda yaxshi holatdamiz. Futbolchilar o'zlariga ishonishyapti. Har 3 kunda o'yin bo'layotganiga qaramay, energiyamiz yetarli. Newcastle juda kuchli jamoa, lekin biz bugun ularga imkon bermadik. Himoyada ham, hujumda ham muvozanat bor edi. Final haqida. Final bu final. U yerda favorit bo'lmaydi. Kim yaxshiroq tayyorlansa, kim xatoni kamroq qilsa, o'sha yutadi. Biz sovrin yutishni xohlaymiz va buning uchun hamma narsani qilamiz.